Hello everyone, how are you? Get ready with me quickly. Let's go. Sizlar bilan tezda kiyinib modalar namoyishiga ketamiz. Shahzoda showroomdan binafsha rang liboslar kolleksiyasi va Moskvadan olgan sevimli bosh kiyimimni tanladim va tezda namoyishga ulgurdim. Bugun mening bolalikdagi do'stim, berkinmachoq o'ynab katta bo'lgan mahalladosh qadrdonim Azamat Somatov modalar namoyishi. Azamat bolalikdan rosa olifta edi va o'ziga klyoshim tiktirib kiyib yurar edi va hamma uni ustidan kulib, nega bunaqa artistlardek kiyinar ekan deb hayron qolar edi. Chunki o'sha vaqtlar bunday liboslarni faqat san'atkorlar kiyishgan. Bolaligimda butun mahallani yig'ib, konsertlar uyushtirar edik va o'sha konsertlar organizatori o'zim bo'lganman. Chamasi 12 yoshlarimizda mahallaning yigit-qizlarini yig'ib, konsert uyushtirib, hammaga rollar berar edim. O'zim Rayhon Ganiyeva, Azamat esa Tarkan, boshqalar esa Settora, Lola, Tohir Sodiqov bo'lishgan. O'ylab qarasam bizdagi olov va qobiliyat bolalikdan bo'lgan ekan. Hozirda mahallalarda bolalar bunday tashabbuslar qilishmasa ham kerak-a? O'sha vaqtlar meni juda ham yaqin dugonalarim ko'p edi. Ulardan 3 tasi Aziza, Nilufar, Zuhra. Afsuski ularning 2 nafari olamdan o'tgan. Va bu juda ham og'riqli. Buni qarang, hech kim bilmas ekan. Umr yakunimiz nuqtasi qay manzilgacha ekanligini. Bugungi manzilimiz sababchisi esa Azamat Somatov. Bolalikdagi orzusini amalga oshira olgan yorqin namunalardan biri deb faxrlanib tilga ola olaman. Azamat hozirda mening dizayner hamkasbim. Inson agar mehnat qilsa, katta natijalarga erisha olishini isbotlay olgan haqiqiy iste'dodlardan biri. U bilan shu kungacha ko'plab chet ellardagi xalqaro moda namoyishlarida birga ishtirok etdik va yaxshi natijalarni ko'rsata oldik nazarimda.